Kim bilib qo'ying, dars qilayotgan zerikayotgan bo'lsa, u talab ilmlik maqomini, zavqini torta olmaydi. Yaxshi ko'rish kerak qilayotgan ishini. Har qanaqa ish qilishdan qat'iy. Men tasavvur qiling, men ko'rganman, tozalik bekalari bor bizda. Hattoki tozalik bekasi bo'lib, tozalashni yaxshi ko'radi. O'shandan zavq oladi va o'ylaydiki, mana bunaqa deydi, meni imkoniyatim bo'lmadi, farzandlarimni o'qitishga imkoniyat bo'lmadi. Biz qiynalib yashadik. Lekin mana shu xonani polini artar ekanman, bu xonadan chang ko'tarilmaydi. Chang ko'tarilmagani hisobidan ertaga o'quvchilar darsda yaxshi o'tiradi. Darsda yaxshi o'tirgani uchun ular yaxshiroq ilm oladi. Ertaga ko'proq xalqqa manfaat keltiradi deb turib, o'sha bitta polni yuvayotgan paytda shuncha narsa o'ylaydi, maza qiladi. Endi bitta talab ilm nima qiladi? Unda kitob ochadi, nima qilayotganini, qayerga borayotganini o'qimasdan, mana shu o'qigan bir qator yoki bitta abzasni qayerga foyda qilish haqida o'ylamasdan shunchaki yuqsirab o'qib ketadi. Na unda zavq bor. Aslida buni darajasi bilan pol yuvish orasida darajada katta farq bor-ku. O'shanga odatlanish kerak.